Xitaycha 3-yil Uyg'urcha 3-batalyon tashkilotini qurgan va uning rahbarlik qilib namoyish qilgan, namoyish ko'targan Aytan Osmonovdek birisi o'ttirg'i chiqdi. Uyg'ur chiqara oladi. Turg'un Almasni o'ttirg'i chiqara oladi Uyg'ur. Abdurahim O'tkir rahmatlikni o'ttirg'i chiqara oladi Uyg'ur. Tarixda neni Uyg'urning azamatlarini o'ttirg'i chiqara oladi Uyg'ur. Xitoy hokimiyati o'zgarish davriga kirganda Uyg'ur shunday rahbarlarni o'ttirg'i chiqara oladi. Lekin hozir bu yerda eng zo'r chataq narsa nima desanglar? Endi kelgusida bu rayonga kim aralashadi? Buni faraz qilishingiz mumkin, hurmatli vatandoshim. Turan apandi Rossiya aralashgan edi. Anlasam Rossiyada kitoblar yozilibdimish, 6 imperiya o'tirisidagi Shinjong deydigan. Rossiya aralashgan edi. Iroqdagilar aralashmasligi mumkin. Bugun Amerika Qo'shma Shtatlari Uyg'urning kishilik huquqiga ko'ngil belyapti. Bu ko'ngil bilishning jarayoni qanchalik buni keyin leksiyalarimiz so'zlaymiz. Endi biz hozir mush yosh keldik, o'lib ketadigan odam. Deydiganimiz deymiz, keyingi leksiya qoldirib qo'ydik, hurmatli vatandoshim. Turan apandi. Qancha davlatlar aralashadi. Ayni vaqt Uyg'ur inqilob qilib davlat qurgan, atrofida davlat yo'q edi. Hozir atrofida davlat bor. O tarafdan sanab kelan Pokiston, Hindiston, Afg'oniston. Bu tarafdan sanab kelan Ozarbayjon, Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston. Bu davlatlar Uyg'uristonda o'zgarish bo'lsa, aralashamdi yo'q. Qandaq aralashadi bu eg'ir masala Turan apandi. Rossiya Federatsiyasi aralashamdi yo'q. Qandaq aralashadi eg'ir masala. Xudo Uyg'ur xalqini panohida saqlasin. Biz har qanday kishining aralashishini xohlamaymiz. Yetar. Yetar yani. Uyg'uriston masalalariga aralashib, bir kuni davlat qurib, ato davlati setib etib, Uyg'urni o'ldirib, Uyg'urni urush so'rab olib kirib, qurgan davlatlarni bekor qilib, buni qarz qilib, mushalga keltirib qo'ygan chet el aralashuvchilarning masalan, mayli qayoqdimi aralashmasligini, Uyg'ur ishiga aralashmasligini, Uyg'ur bu yo'lni o'zining o'zi topalaydiganligi ishimiz, chunki Uyg'urni Allah bir millat. Chunki Uyg'urni Allah har bir Uyg'urni bir odam deb yaratdi. Odam va millat nima qilish kerak? Uyg'ur xalqi buni biladi. Va Uyg'ur xalqi ishini men aqlli xalq. Aqlli xalq. Biroq hissiyotning kuchiga, hissiyot tuyg'ularga beriladigan aqli ish qilmaydigan millat. Aql bilan ish qilmaydigan. Bunun sebebi nima? Çünkü turmuşda odatda bu tarbiya ko'rmagan, ma'rifdan ayrilib qolgan millat. O'zining ma'rifidan ayrilib qolgan millat. O qanday tarbiyalaydi o'zini? Mumkinlik yo'q. Lekin aqlliq millat. Aql Uyg'urda tashrab turadigan millat. Botirlikni ko'rdingizmi? Urumchidagi namoyishda bo'lgan botirliklarni ko'rdingizmi? Lekin masjidning ichida etlib chiqqan o'g'il bolalarni. Qaysi millatda bor? Hurmatli Turan apandi, men sizning oxirida leksiyamning oxirida shunday deyki, hozirgi zaman tarixi va dunyoning qadimgi zaman tarixi zada qayerda qaysi bitta bir millat bir asr ichida, ya'ni 100 yil mobaynida 3 qatim davlat qurdi, 3 qatim mustaqillik jakalaydi degan gapni anglab baqdingizmi? Hech qanday yeri yo'q. Uyg'ur qildi bu ishni. Jahongir davlatlar, ochko'z davlatlar, siyosiy maqsadga ega davlatlar Uyg'urning bu qurgan davlatlarini yo'qotdi. 19-asrda Rossiya, Char Rossiya yo'qotdi. Angliya, Britaniya yo'qotdi Uyg'urning davlatlarini. Men dedim shu vaqtda Angliya, Britaniya, Char Rossiya o'tirisida Afg'oniston, Kabul. Angliya, Char Rossiya o'tirisida Uyg'uriston, G'o'lji shahri. 19-asrning dunyoviy vaziyatida o'rin tutgan va salmoqni egallagan şu vaqtning vaziyatiga aloqador ayollar. Agar bu so'zimni anglamagan, xato deb qarasangiz, hurmatli Turan apandi, Yoqub Akning tarjima holi degan kitobni o'qib baqing. Men desam shu yergacha qanoat hosil qildingizmi, qilmadingizmi? Yana savolingiz bo'lsa qarshi olaman, hurmatli Turan apandi.